Bu yoshlarimizdan yana iltimos ham xat bilan keldi, Saidjon aka. Shunga bularni ham iltimosini qondirib qo'yamiz-da. Sigaret bilan nos haqida gapirib bersangiz deb. Bu o'zi joni dilimiz bizni. Sigaret, nos. Bunga bitta oyat mana qarakan biladi, astag'firullah. Kulu washrabu va la tusrifu. Yeng, iching, isrof qilmang. Yeganingizga ham qiyomatda ham javob beradi. Qorin to'ydimi, tok ketib borib yotamang. Uni ajri Xustonda o'qib qo'ying-da. Bo'lmasa o'shani ham hisob kitob qiladi. Yeganingizga ham javob beradi. Faqat yeganingizga emas, tahorat olib turib 2 rakat namoz o'qimasdan o'shani sindirib olsangiz, shunga ham javobgarsiz. G'usl qilganingizga qancha suv sarf bo'lgan bo'lsa, bunga ham javob beradi. O'zi ibodat. Xudo g'uslga buyurib qo'yibdi. Yana g'uslga buyurib, shuni g'uslni kimga buyurdi? Namoz o'qiydiganlar g'usl qilsin-da. Shunaqami? Tahorat qilgandan keyin uni u isrof bo'lgan suvni bu yerda ajri bor-da, uni ham Xudo qiyomatda so'rar ekan. Tahorat qilding-ku, nima sindirib yording uni? Nima tahorat qilding? Nimaga g'usl qilding? Namoz o'qimasang der ekanda. Hamma narsani hisob kitobi bor-da. Bir dona avval 1 tiyin bo'lardi. O'sha gugutni ham bitta yoqadigan yerga 2 ta yoqib qo'ysangiz, onanisini nima yoqding deydi, bekarsan deydi. Chiroq o'tib qolsa sham, mana chiroqlar shuncha chiroq yonib turibdi. U uydiki ham yonyapti, bu uydiki ham yonyapti. Bekar og'anab yotaversangiz bunga ham javob berasiz. Chiroq turganda Qur'on o'qida bunga. Chiroqni ham o'zini isrof qilmadi. Shunaqa narsalarga, halol narsalarga shuncha javob bo'ladigan bo'lsa, sigaretni o'ziga yozib qo'yibdi. Sog'liging uchun zarar. Esing bo'lsa bilvogin buni, aqling bo'lsa. Sog'ligingga zarar deb yozib qo'yibdi. Pulingga zarar deb yozib qo'yibdi. Yana qarang. O'zimizda yapishgan kiroman kotibin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, 2 ta narsadan ehtiyot bo'linglar, sizlardagi farishtalar ozor topadi. Sog' yemang, farishtalar ozor topadi. Piyozni xom yemang, farishtalar ozor topadi. Somsa yegan odamdan farishtalar ham o'shanga la'nat qilar ekan, shuni yemagina deb. Somsaqdan o'zi halol, shariatda yeyishga buyurgan, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu 2 ta narsani yeganlar jamoatga kelmasin, masjidga kirmasin degan hadis bor. 2 ta narsaga biz bittani qo'shib qo'yamiz-da, o'sha sigaret chekkalar ham kirmasin-da. Eng yomoni, men hozir aytyapman, Xudo Qur'onda harom qilgan aroqni. Aroq butkul harom. Lekin zarariga kelganda aroqdan ham bu sigaret yomonroq ekan. Nimaga? Uni chekayotgan odam aroqdan harom deb jirkanadi. Sigaretdanchi haromligi hech edi dalil yo'q, hech kim harom demadi, chekaver deydi. Yana bir yeri bor, aroqni ichgandan keyin men ichib oldim, 3-4 kun namoz o'qimay turay deydi. Sigaret chekib, shu vaqtda kiraveradi jamoatga. Yana so'rab ham qo'yadi. Sigaret tahorat sindirmaydi, og'iz chayqab ketsa bo'laveradi, deb ham qo'yadi. Yana bitta zarari, aroq ichgan odamni bir kundan keyin og'zida sassiqlik ketadi. Sigaret chekkan odam o'lganda ham sigaretni sikib turadi undan. Mana ust-boshlariga ham urib ketadi. Yo noto'g'rimi? O'shuning uchun sigaret chekkan odamni o'zi ham, farishtalar ham, billayotgan xotinga ham javr. Unga ham hidi kelib ketadi-da. Xotini ham shunga o'rganib qoladi. Uni ham bunga shu kirib qoladi-da. Xudo saqlasin. O'shuning uchun bu sigaret haqida ertamangacha dalil bilan gapirib beraman. Xudo taolo Qur'onda a'udhu billahi minash shaytonir rojim va la tulqu bi aydikum ila tahlukati. O'zingizni halokatga tashlamang degan. Biz ermak qilamiz bitta odamni. Nima deb ermak qilamiz? Sal tomi ketib qopti-ya deymiz. Mana odam aqli kaltaradi deb qo'yamiz. Yana klinikani orqasi banisadan o'tib ketayotganda duo qilamiz. Alloh shularga ham shifo bergin deymiz. Ular Xudoni oldiga borganda aytadi: "Ey Alloh, aqlni olib qo'ygansan, qaysi dunyodaligini bilmasdim." desa, Xudo taolo haqiqatda yoshligidan bu shu ruhiy kasallikka duchor bo'lgan deydi, uniki uzrlik. Lekin o'shalarga kulayotganlar avval sigaretini chekayotganda o'zi aynakka bir qarasin, holini nima ekanligini biladi. So'rang ashundan. Xo'p, ular jinni ekan, sizda aql bor birodar, nima chekyapsiz?
Qorinni to'yg'azadimi, chanqadi bosadimi? Nima bu? O'rganib qopgan. Aqlli odam ham o'rganib qolam. Eng o'rganib qolgan dadangiz o'lganda chidayapsiz-ku. Yana meni boshimni aylantirasiz, o'rganib qolganman deb. Dadangizga o'rganib qolmadingizmi? Unga sabr, bundan musibati yomonmi buni tashlaverishdi? Yana bularni juda madaniyatini zo'rligini qarang, o'sha tahoratxonaga kirib chekadi. Orqasidan kirsangiz, u tahoratxonadagi sassiq bilimga ketadi sigaretni oldida. Shuni bechora og'ziga olib chekadi-da. Eng yomoni uni ustuvoshiga ham urib ketadi. O'shani ustuvosini bir kiyib ko'rsangiz, yo juda g'ashim keladi, shu sigaret chekkan odam quchoqlashib ko'rishmasa ekan deyman-da. Quchoqlashganda qaytib qo'yarga kelib ketadi-da. Biz bir oyda bir marta u sigaret chekkanman shuncha ko'rishdagi kiroman kotibin farishtalar nima deyapti ekan ular? Qanaqa qilib chidayapti ekan bu bechoralar? Sulaymon alayhissalom, hozir gapirdik Sulaymon alayhissalom. Ikkita tillodan kursi qilgan ekan. Tahoratxonani eshigini tagiga qo'yib qo'ygan ekan. Men tahoratga kirib chiqquncha kiroman kotibin farishtalar o'sha sassiq yerda ozor topmasdan ma'da o'tirib tursin der ekan. Ashirda o'tirib tursin. Shuning uchun tahoratxonada gapirib bo'lmaydi. Nima uchun? O'shada gapirsa kiroman kotibinlar so'kib kirar ekan. Badbaxt shuga ham bizni majbur qilding kirishga deb turib kirar ekan. Endi sigaret chekkan odamni umrbod so'kib o'tar ekanda haligi kiroman kotibinlar. Qabrga qo'yganda munkar nakillar ham kiribla bilatda, qabr ham sasib ketadi-da, uni og'zidan chiqib ketgan tasvirlikka Xudo saqlasin. Yana qorakam yaxshi biladi oyat bor. Oyat shuki, hayoti dunyoda kim nimaga o'rgangan bo'lsa, qabrda o'sha bo'lar ekan. Bir odam doim namoz o'qib yurgan bo'lsa, qabrga qo'ygandan keyin aytar ekan: "Qum o'rningdan tur" deganda turibla, "Ko'shim bo'ldimi, asr bo'ldimi, bomdod bo'ldimi" deb so'rar ekan. Endi haligi sigaret chekkan tur o'rningdan degan bo'lsa, nima deydi? Gugutiz bormi deydi-da. Eng yomoni shu, Xudo saqlasin. O'rganib, tili shunga o'rganganda, chunki unga farqi yo'q. Nonishta qilmasdan turib boshlaydi-da. Ovqatdan keyin ham shuni chekadi-da, shunga o'rganganda u. Men aytdim bir edi. Xo'p, sigaret shunaqa zo'r bo'ladigan bo'lsa, sizningcha bu haqiqatda juda foydali bo'ladigan bo'lsa, 3 kishi bitta sigaret chekinglar. Bittasi torsin, u burnidan chiqarayotganiga yanidagi og'zini tutib tursin. Uni og'ziga bu burnidan chiqarib purtasin. U yutib turib bunga qilsin. Bitta sigaretni choylarga yetaversin. Shundan qada. Ya'ni bir-birini og'zidan chiqqanni bittasi burnidan chiqarib, bittasini og'ziga purkasin. U enakin tortib yorsin. Yoki bo'lmasa shunaqa zo'r oladigan bo'lsa, qaytarib chiqarib o'tiradimi, ichiga yutib yuborsin, har bitta tutunni. Mana bu o'zimizni havoni ham, hali ekologiyani buzish o'rniga ichiga yutib yuborsin hammasini. Noskashlarga ham shunaqa deyman men, nos chekkanlarga. Shunaqa zo'r oladigan bo'lsa, bir 20 minut so'rib turib tupurib yubormasdan sherigini og'ziga tupur. U ham shundan maza qilsin-da. Buni isrof qilib nima qilasan? Pulga olasan, cho'ntagingga solasan. O'sha nos qovoq bilan jumaga ham kiradi bechoralar. Noma jumadan chiqib nos bozorga yuguradi. Ha, buni avval so'ra noskashdan, sotayotgandan nima qo'shgansan desi? Nima qo'shuvdi-ki bunga? Inson nijoz qo'ymi? Qo'y ham tollar yeydi-da. Qo'y ham hammasini tashlab bersa demaydi. Qo'ycha ham aqli yo'qmi? Endi shuni og'zingga solib. Men mana Chimyonda bir dam olayotganda bittasiga aytdim, juda zo'r nos qovoqi ham nihoyatda chiroyli, eski yog'lab chekadigan nos qovoqdan ekan. Birodar, shunga ularda enakin bizni mana shaharlik noskashlarimiz ancha madaniyatli ekan. Ular quyqumini chekar ekan. Bezaklar madaniyatli dona-donadan chekar ekan. Ular quyqumini chekar ekan yedi. Birodar, shunaqa zo'rmi dedim? Ha, zo'r. Buni dedim, shu og'izga olib turib keyin tashlavarishdi, nimaga yutib yura olmaysizmi dedim. O'ldiradi bu deydi. Bilib turib shuni nima og'izga oladi? Endi bu nima qiladi dedim. Bu eng nimasi deydi, badanni deydi bo'shashtirib yuboradi deydi. Mohiyatini ham so'rab qo'yish kerak edi. Bir narsani bilmasdan turib uni yomonligini aytib olmaydi-da.
Hop, endi dedim ichkarida tez dedim. Hamma yo'q gilon bo'lsa dedim. Tupuradigan idish olmasa dedim. Lanch olib ketsiz dedim. Butun xizmatingizni qilib turgan xotinni chaqirib, "Baqaka xotin" deb og'ziga tupursa, o'z tupurib ketsa bo'lmaydimi dedim. Ha, iflosda dedi. Ha, iflosni nima chekasiz dedim. O'zini gapi o'ziga hujjatda buni. Shuning uchun meni ichim og'riydiki, shu nof popurus chekadiganlarni xotiniga rahmat. Bir tahoratxonaga kirib chiqquncha jirkanasda, oziz yumib kirib chiqasiz. U bechoralarchi 20 yil shunga chidetda nima endi peshana sho'rakan shuni bitta bangiga tegibdi-da nima qilsin endi? Duo qilaylik Xudo taolo kuyov kelinni baxtli saodatli qilsin. Toshkentda o'qiganimizda Qo'shma Mahsun pochcha degan odamnikida turib o'qiganmiz. 80-79-yillarda o'qiganmiz. Shunda o'sha kishi bir duo qilar edi. Shu duo zo'r ekan. Shuni biz ham qilaylik. Alloh zurriyotimizdan namozxon ro'zadorlarni chiqarsin derdi. Zurriyotimizdan o'g'ri, qimorvoz, gazzob, popurus, nof chekadigan bangilarni chiqarmasin deb duo qilar edi. Biz ham shuni Xudodan so'raylik. Zurriyotimizdan bangilar chiqmasin. Popurus, nof chekadigan bangilardan Xudo saqlasin. Kuyov kelinni baxtli saodatli qilsin. Ya